Leapmotor C16 dan keyin eng zo'r sotilayotgan Dongfeng Ipai 008 ni Du Restyling eskisini versiyasi va yangi restyling versiyasini birgalikda ko'rib chiqamiz. Ko'rib turishingiz mumkin, oldidan nima farqi bor degan savolga javob beramiz. Birinchi o'chirda eskisi ko'rib turibsizlar, emblemasi, Dongfeng emblemasi yonib turadi. Lekin bu yerga kelamiz, bu yerda esa yonmasdan stanoy detal qo'shilgan, yonmaydi ekan. Qolgan joyda почти farqi yo'q. Men o'zim farqini sezganim, eskisida bokovoy oq rangda bo'ladi, yangisida bo'lsa qora rangda bo'ladi va hammani qiziqtirgan, hammaga yoqqan bu albatta diskasini ko'rishingiz mumkin. Yangisida juda ham chiroyli, jozibador po'lat diska qo'yilgan. Eskisida bo'lsa, ko'rib turganlaringdek kalpakli diska bo'lgan edi. Menga to'g'risini aytsam, yangisining diskasi yoqdi. Xo'p, endi kelinglar, birgalikda ichiga sayr qilamiz. Birinchi o'chirda yangisini nima farqi bor, bilasizlarmi? Birinchi o'chirda eng glavniy farqi bu albatta Leapmotor C16 da ko'p sotilgan. Mana bu apelsin salonligi endi Dongfengda ham yangisida qo'shilgan va ishlab chiqarilyapti. Boshqa farqi yana bitta bor. Mana bu detallarni ko'ryapsizlarmi? Oldingisini hozir ko'rsataman. Bunisi stanoyda bo'lmaydi-yu, mokr asfalt qilib qo'yilgan, juda ham chiroyli tus beryapti. Endi kelinglar, orqasiga o'tamiz. Orqasida nima farqi bor degan insonlarga monitorida umuman farqi yo'q. Bir xil konditsionerli ishlab turibdi maza qilib. Endi men sezgan farq birinchi o'chirda mana bu xolodilnik esingizda bo'lsa relisi bor edi, o'rtagacha kelardi xolodilnik bari. Hozir bo'lsa bu qimirlamaydi, joyida turadi. O'sha xolodilnik. Xo'p, ikkinchi o'chirda mana bu yerda esingizda bo'lsa pardasi bo'lardi. Pardasini olib tashlashgan, lekin tashqaridan ko'rsataman nima farqi borligini. Ichkarida farqi qolmadi boshqa. Tashqariga tushamiz. Katta farqlardan biri bu, oldinlari tonirovka urilmasdi. Bu yerda ko'rib turganlaringdek полностью tonirovkasi bor. Orqa taraflarida. Orqa tarafida nima? Davay men buni ham aytib o'taman. Kelinglar, men sizlarga yon tarafini ham aytib o'taman. Yon tarafida mana bu yerda sveti bo'lardi. Bu yerda yangisida esa restylingida sveti yo'q, shu sveti. Orqa tarafini ko'rib turganlaringdek ko'rinishi bir xilda. Bitta farqi bor. Bu ham bo'lsa yozigida. Bu yerda Dongfeng deb yozgan. Bu yerda Ipai 008. Endi bu tarafida bo'lsa Dongfeng Chichi, ya'ni Chichi so'zini qo'shib o'tishgan hieroglifda va bu yerda bir xil Ipai 008 deb yozgan. Ko'rib turganingizdek, почти bir xil restyling bilan Du restylingi. Endi kelinglar, Du restylingi bitta sayr qilamiz. Keling, o'rta operatori. Chiqing. Xo'p, birinchi o'chir. Kelinglar o'rtoqlar, Du restylingi bitta sayr qilamiz ichiga. O'tirganimizdan keyin bu qora saloni birinchi o'chirda ko'rayotganingizdek xolodilnik bari o'rtagacha keladi va ikkinchi o'chirda mana bu shtorkasi bor. Ko'rib turibsizlar, shtorkasi chiqadi, shtorkasini o'rnatib qo'ysanglar bo'ladi. Lekin tonirovkasi yo'q. Lekin menga shtorka ko'proq yoqadi, chunki tonirovkani arzimagan pulga ham urib berishadi. Boshqa farqini sezmayman, monitorlar bir xil. Endi oldiga o'tamiz. Oldi tarafga o'tirib olaman. Bismillahirrohmanirrohim. Detallarni ko'ryapsizlar. Bronzeviy chiroyli ishlagan. Lisyanda esingizda bo'lsa, yangisi ultrasida qo'shilgan. Bunda esa Du restyling bor va menga eng yoqqani barlarni ko'rasizlar, bu baribir chiroyli ishlangan. Qanaqadir mebelni qilib. Butlari Alicantaro ekan, eskisida oddiy bir xilda ishlab chiqarilgan. Shunaqa gaplar do'stlar. Qaysi biri yoqdi, iltimos qilaman, kommentariyada yozib qoldirasizlar. Xudo xolisa hammaga shunaqa yaxshi avtomobillarda nasib qilsin. Ko'rib turganingizdek Xitoydagi sklatimizda turibdi. Dongfeng o'sha yangisi ham, eskisi ham. Qaysi biri yoqqan bo'lsa kommentariyaga yozib qoldirasiz. Do'stlar, endi narxiga keladigan bo'lsa, Dongfeng Ipai 008 ni restyling variantini $23 ming CIP Tashkent qilib beramiz. 20-25 kunda olib borib beramiz. Du restylingini bo'ladigan bo'lsa, $22,400 CIP Tashkent qilib beramiz. Xudo xolisa 20-25 kunda Toshkentga yetib boradi. Buni hamma rangi bor. Qorasi deysizlarmi, oq deysizlarmi, ichi qizili, qorasi bor, lekin restylingida sal rangi kamroq. Telefon qilsanglar, xudo xolisa barcha ma'lumotlarni berib o'tadi. Joningiz sog' bo'lsin, avtobaza har doimgidek xalq uchun xizmatda. Xudo xolisa sizlarga yaxshi avtomobil haydashingiz uchun qo'ldan kelgancha xalq uchun xizmatdamiz.